Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, hurmatli men obunachilarim. Sog' salomat, yaxshi yuribsizlarmi? Aziz yurtdoshlar, bugungi mavzumiz o'sha biz oldin video qilib chiqqan 20 va 021 yo'li bo'yicha bo'ladi. Mana shu Xovos tumani mutaxassislari, rahbarlari, Xovos tumani hokimi Qomus Yo'ldoshev va yo'l quruvchi tashkilotning rahbari Shokir aka, hammalaringizga rahmat aytib qolamiz. Mana shu bizning murojaatimizni e'tiborga olib, biz mana shu yo'l xavfsizligi baxtsiz hodisaning oldini oldik deb o'ylayman. Yo'llarimizni yamab berishdi. Katta rahmat hammaga. Shu kelgusi ishlarda aktiv bo'lib, mana shu xalqimizga birgalikda xizmat qilaveraylik. Xalq rozi bo'lsa, mana shu rahbarlardan rivojlanish bo'ladi. Prezidentimiz aytganday, xalqni rozi qilish kerak deganday, mana shu har bir murojaatimizni inobatga olib, mana shunday birgalikda kelajakda mana shu yaxshi ishlar qilib, mana shu xalqimizga xizmat qilishdan charchamaylik. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yana bir bor rahmat hammaga. Mana shu yo'l sohasida ishtirok etgan barcha mana shu xodimlarga, rahbarlarga, mana shu ishchilarga rahmat. Sog' bo'linglar. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik.